Qovun tovuzni qishda yeyman deganlar uchun akalar, qovun tovuzlarning eng shirin pishganlaridan. Qora tovuz, qora urug'idan gulov va qovunlar eng nomer 1 zo'rlardan xudo olsa, hozir yengilab qoldi, 2 kundan keyin yangi partiyada kelar ekan. Tovuzlarda 1 kilosi narxi 8000, 7000 atrofida sotishyapti. Qovunlarga keladigan bo'lsak, qovun ham 7000, 8000 atrofida ekan. Xudo olsa pishganliklari zo'r, mazalari zo'r deyishyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan bo'lyapti. Yo'lda bo'yida Toshkent o'sh yo'nalishda. Xudo olsa Yozyovonga kirib ketmasda yo'llaringda o'ng qo'lda keladi. Bundan tashqari oshqovoqlar ham bor ekan, 4000, 5000 so'mdan kilosi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Xudo olsa chiroyli narxlarda qilib berishaveradi. Xo'sh, oilaviy yeydiganlar uchun bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Xo'sh, ko'proq olaman deganlar uchun dastavkalarni qilib berishaverar ekan, kelishilgan holatda. Tovuzlar o'ta nomer 1 zo'rlardan. Kimgadir videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bemalol like bosib qo'ysalar, ilojini boricha biz ham xursand bo'lib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.